Assalomu alaykum. Men kuryerman. Kecha bir otaxon shu yerda nabiram yotadi. Dorilarni olib borib ber deb menga pul bergan edilar. Lekin hozir qarasam, eshiklar yopilgan, tambalab ketilgan. Nega unaqa bilmaysizmi? Va alaykum assalom. Ko'rmayapsanmi? Bu yer xarobaga aylangan. Bu yer 15 yildan beri ishlamaydi. Men mana shu yerni qorovulaman. Hazillashmang aka. Axir qabristonni to'g'risidagi 12-shifoxona. Xuddi otaxon aytgan edik. Adashmayapsizmi? Men senga nima deyapman? Bu yer 15 yildan beri ishlamaydi. Bu yer shifoxona emas, o'likxona bo'lgan. Morg. U yerda odamlarni so'yib, ichlarini kesib, nimadan o'lganini tekshirishgan. Ba'zan tirik odamlarni ham o'lgan deb o'ylab so'yishgan. Tajriba uchun. Ularning azobini his qilyapsanmi? Ular shunday azoblanganki, hatto gapira olmagan. Lekin bu yer 15 yildan beri ishlamaydi. Sen charchagan ko'rinasan. Yaxshisi, uyingga borib dam ol. Bu yerda uzoq qolish xavfli. Bu yerda azoblanganlarning ovozlari eshitiladi. Bu yerda yaxshisi ket. Keta qol. Bu yerda uzoq qolma. Qanaqasiga bunday bo'lishi mumkin? Otaxonni realni ko'rdim. Rosa ham charchadimmikin, ha? Menga nimadir bo'lyapti. Mayli aka, uzr. Charchabman shekilli. Agarda bu yer 15 yildan beri ishlamasa, bu yerda qorovul nima qiladi?